Qaynona kelin tuprog'i bitta joydan degan gap bor gapmi? Bor gap. Qaynona kelin xarakterlari juda o'xshash bo'ladi. Siz menga inkor berishingiz mumkin, bo'lmagan gap. Meni qaynonam bunaqa, men hech qachon bunaqa bo'lmayman. Insonni hayotga kelar ekan ilk marta uchrashadigan erkak va ayol obrazi bu ota-onasi bo'ladi. Bitta erkak turmush o'rtog'ini tanlashdan oldin unda ayol sifatida shakllangan obraz bu onasi bo'ladi. Shu kачествоlarga, shu sifatlarga ega bo'lgan ayolni ongsizlik darajasida неосознанно deydi psixologiya qidirishni boshlaydi. Shu sababli bir xil joylarda sen onamga o'xshab ketyapsan degan so'zlarni biz turmush o'rtoqlarimizdan eshitib qolamiz. Aslida bu o'xshashlik tasodif emas. Erkak kishi onasiga o'xshagan ayolni, ayol esa otasiga o'xshagan erkaklarni ongsizlik darajasida to'g'ri kelishi hayotlarimda ko'rgan holatlarimdan. Qaynonangizda qaysidir kачество sizga yoqmayotgan bo'lsa, avvalo buni islohini o'zingizdan boshlashingiz kerak.